Assalomu alaykum, Husan Tush kanali kuzatuvchilari. Mana bugun Kaminat mol bozoridamiz. Akalar mana qo'ylarimizni narxlari 6 million 280 ming so'mga baraka bo'ldi akalar. Kanalimizga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Qo'yning narxlarini qo'yib boramiz. Xudo xolasa molni, qo'ydi, xudo xolasa barcha chorvaga taalluqli narsalar borki, barchasini qo'yib boramiz. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'yib o'tketinglar akalar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa yaxshi va sifatli narsalar chiqarishga harakat qilamiz. Instagramdagi kanalimiz ham bor, Abdusamad kanali, YouTube'da kanalimiz ham Abdusamad kanali bo'ldi. Xudo xolasa yaxshi kontentlar qilib xalqqa foydamiz tegsa, yordamimiz tegsa biz xursand bo'lamiz. Aka nechi pul o'tdi? 14.3. Novoz. Desam Novoz ekan, ha. Novoz 14 million 300 ming so'm o'tdi. Akalar, voy ena bolasidan so'raganlarga mana nechi pul bo'ldi? Narx qiziq. Aka nechi pul bo'ldi? 19 million. Bolasini Novoz ekan, aka. 19 million 500 ming so'm bo'ldi. Bolasi Novoz. Akalar. Ha, sizning molingiz aka, yaxshiroq ketsin. Aka bu sotildimi? Nechi pul bo'ldi aka? 5 million 500 ming so'm. Akalar mana qaranglar. Otang bozor, onang bozor. Baribir bozorda arzonda sariq qo'y qimmat. Bunda sariq qo'ydi kecha bittasi 10 ming dollar deydi. Mana pullar. Pullar ham yaxshi. Akalar 5,5 million so'm. Qo'chqor. Ha, ho'shtaga. Bo'ldi. Salavarga. Aka nechi pul o'tdi? 26 million so'm. Qo'nachi. Akalar, xudo xolasa aytganda kanalga obuna bo'lib ketinglar. Xudo xolasa akalar yaxshi narsalar qo'yib boramiz. Akalar mana sigir qisirmikan bilmadim. Aka bilan nechi puldan bo'pti? Ha, ba'dikimi? Akalar yaxshi mol ekan omi. Aka nechi pul bo'pti? Shopir ekanlar. Bu molimiz ham nechi pulli kommentariyada yozib ketinglarchi, nima deysizlar? Akalar, vo, bu xonazini rosa boqadigan xonazin kelyapti. Qaranglar akalar. Aka nechi pul bo'ldi? 12 million 200 ming so'mga xonazinni zo'r. Akalar, bu qaranglar. Bu qo'ygan nima deysizlar? Ha, qaranglar. Buna bo'lish nimadaniki, mana qaranglar. Lekin mana shunda ham semiribdi. Omma malades, mashalloh. Mana qaranglar. Akalar mana yana bitta Novoz. Aka nechi pul o'tdi? Pulini bilmas ekan, bag'an shopir ekan. O, mana shoqimdingni o'ynataman degan mol kelyapti hozir. Aylantiryapti, mana qaranglar. Xo'sh. Tog'a nechi pul o'tdi? 25 million so'm bo'pti ashimiz. Endi bularni so'ralmay qoldi, ko'ryapsizlar. Bozor tiqin. Shashilish, va mol bari usmaydi, bo'lmaydi, mana qaranglar. Bugun qo'y bozoriga qo'ylarimiz sig'mayapti, akalar, mana qaranglar. Qo'ylarimiz et dolasa keyin bozorgacha nari to'yxonaning oldigacha borsa kerak. Xudo xolasa akalar, mana qaranglar. Voy joningga, boqqa akalarimizga malades. Aka nechi pul o'tdi? Ha, pulini bilmas ekan. Malades, mashalloh, qaranglar. Tiqib qo'yibdi barini. Akalar, ashi molni so'raylik, keyin men echki qo'y bozoriga ham olib o'taman. Aka nechi pul o'tdi? So'ralmabdi bu ham. Aka nechi pul o'tdi? Bular ham chopir akalar. Endi har xil odam bor, nima deymiz endi akalar? Bir xilgilar o'tsa, bir xilgilar bu deydi. Boshqo'shto'g'amni ham taniganlar bormi? Tadan like bosib, kommentariy yozib ketinglar, xudo xolasa. Qo'shto'g'am doim tabiiy narsa, zo'r narsa sotadi. Yaxshi narsa sotadi. Akalar, mana qaranglar, echki qo'yga juda katta foydasi bor deyishardi. Mana soda bo'layotgan joyda. Aka nechi pul bo'lyapti-kan? Bilsa bo'ladimi? 1 million 200 ming. Narisi 29 ming. Narisi 29 ming, bunisi 1 million 200 ming. Ena bola ekan-da bo'la. Opuka? Ha, opuka ekan. Mana eski narxini so'raganlarga 2 million 900 ming, 12. Voy, mashalloh, mana qaranglar. Ena bolasi ham bor ekan. Echkiga qiziqqan bo'lsa, voy, nesa to'g'argan ekan. Qo'shto'g'a nechi pul deyapsiz buni? Ena bolani?
3,5 million so'm. Arzon ekan echki. Akalar nima deysizlar? Echki bozori. Endi qo'y bozoriga hozir bir aylanib o'tamiz. Mana qaranglar. Qo'ylar. Qo'rg'onliq qadib akalar, o'ta tiniq ekan bu qo'ylar. Aka necha pullayapsiz aka? 8 million so'm. Akalar bugun mashlaqalarini chiqaramiz. Bugun mashlaqalarini mana. Zo'rlarini chiqaramiz, xudo xolasa. Mana. Hoshtoq ham nomerlarini qo'ydim, Instagramga qo'ygan nomerlarini. Mana qaranglar. Akalar sariq qo'ydi hali Instagramda aytib o'rishyapti. O 200 ming dollar, 100 ming dollar deb o'ryapti. Buni narxi necha pul ekan? Buniki 10 ming dollarmikin, necha pul ekan? Akalar nima deysiz? Hoshtoq narxi necha pul? 15 million mana akalar. Nima deysizlar mana? O'sha kalla bor, quloq bor. Bo'lsa o'zi xalqqa bo'lsin, ha hoshtoq. Mana qarang. O'shnaqa sarig'idan, qulog'i o'sha, kalla o'sha mana. 15 million so'm. Ozmoz xayriya ham bor, ha hoshtoq. Ancha bor, devoraveradi. Nomeringizni ayting. 409 409 95lik, ha? 95lik. Bo'ldi. 90lik u. 90likmi? Bo'ldi. Bozorlaring bersa hoshtoq. Mana bunaqa julli qo'ylar ham bor. Kelar bugun o'ta dahshatlari bor. Kelar mana qaranglar. Qo'rg'onliqqa qo'ylarni inji qilib boqib chiqdi akalarimiz. Tanjonlari sog' bo'lsin. Aka bular sizdanmi? Assalomu alaykum. Uzroqmi? Videoga olyapsiz mayli aka. Necha puldan aka bular? 7,5 kami bu. 7,5 dan kami bor. Bu sarig'i ham. Sarig'i ham 7,5. Mana aka. Bu kalla qaranglar. Ular qaranglar. Hayitga mana. Hayitga chegirma. Aka nomeringiz? 94lik. 94lik 916 916 0087. 0087. Akalar shu nomerga aloqa qilsalaring qo'ylar ko'ryapsizlarmi? Tavib beraveramiz nechtaga. Hayitgacha akalar nechta desalaring qilib berar ekan. Bo'ldi aka, rahmat. Akalar nima deysizlar mana narxlar mana 7,5 million so'mdan deyapti. Kecha bunda qo'zini bir joyga. 20 ta bir joy. Kecha bunda sariq bo'ldimi, qizil bo'ldimi, hozircha trend bo'lyapti. Hozir Instagramga qo'yganim akalar, mana qaranglar. Mashqo ham malades, respekt. Aka necha pul o'pti? Sotiladi, bular sotiladi. Akalar mana ko'rib turganlaringdek bozorga oyoq qo'ygan joyi yo'q. Voy mashalloh buni. Aka necha pulga boribdi bu? Ha, sotilyapti. Sotilar ekan bular ham akalar. Voy mashalloh. Buni boqish ham bir dunyo bo'lsa kerak akalar. Yana mollarga o'tamiz hozir akalar. Mol qo'ylarni ko'rsatib o'tamiz. Voy mashalloh. Buni kattaligini nima deyapti? Bu bir labi bo'lib ketadi akalar, bir labi. Bir mashina degani. Voy mashalloh, bu iliylarni qaranglar, bu iliylarni. Akalar buni olsa 3 kishi bo'lib olish kerak ekan akalar. O'zi aka gideta necha kilo odam berdi? 3 vazni? Ana bilmayman endi. 200 kilo chiqadi. Balkim chiqar, balkim chiqmas. Aka bunaqalar bo'yoqmi birdan baland, ha aka? Birdan baland. Ha. 5, 10 bo'lsa Bu kerak. metni ko'ryapsizlarmi akalar? Metga ikkita bemalol ot qilib minsalaring ham bo'laveradi. Aka bunaqalardan vahshiy ko'p ekan. Akada bunaqalar yomonlari bor ekan. Akalar bu Siz olib ketaylik. nima deysizlar? Akalar sotilyapti-kan. Xudo xolasa sotilar ekan. Buni necha puldan deyapsiz, qora aka? 18 million. 18 million so'mdan xayri bor, ha aka, chipchi. Akalar bir telefon qilib ko'ringlar, nomerlarini qoldiramiz. Akalar sotilmagan bo'lsa, xudo xolasa iloyim bozorini berib sotilib ketsin-ku. Zaril bo'lsa deyman, mana shunaqa kattasiga, zo'riga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, telefon qilib qarab boqqan so'rasalaring ham bo'laveradi. Aka nomeringiz? 91lik. 91lik 665 665 88 88 77. 77. Aka, rahmat.
24,7 telefonlari yonib. Bo'ldi. Akamiz o'zi bozorda ishlar ekanlar shekilli. Men qaranglar. Voy mashalloh. Uylar, qaranglar, to'llanib. Alloh. Malades, respekt boqqan akalar. Buna boqshancha muchasiga ham bas. Qiziq tomosha qilayotganlar ashuncha bo'lsa kerak bu qo'ydi. O'zi buni dumbasi ham o'zi ham bir dunyo ekan-da o'zi. Akalar, o'zim qiziqdim. Malades buni qilib boqishga. Har xil burilishlar bo'lishi mumkin mana. Bu xonajimni qaranglar-chi, 19 million so'm bo'libdi. Mana qaranglar, bu sigirimiz 11 million so'm bo'libdi akalar. Shunaqa gap so'zlar akalar. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib o'tkazib yubormasalaring akalar, bundan keyingi videolarda yana ham foydaliroq bo'ladigan narsalarni qo'yib boramiz. Qiziq akalarimiz bo'lsa, xudo xolasa yaxshi xonajin, novvos qo'y deysizlarmi, arashan deysizlarmi, barchasini qo'yib boramiz. Abdusamad Uz kanaliga obuna bo'lib qo'yib ketsalaring, yo'qotib qo'ymaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Barchalaringni ishlaringga omad. Xudo xolasa ishlaring oldiga yurib, bozorlaringni bersin. Mana shu bozorda akalarimiz umid bilan chiqqan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.